Biz imanım. Çünkü bizim kolda Kur'an'ımız var, dilde imanımız var. Ona canlarım, sizlere asırasın, yakaygan Allah, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah deyman da, joylar cennatda bo'lgan bo'lsin, Ahilja Madaliyevni yaxshi ko'rardik. Shu qo'shiqlarni bilamiz. Ona haqida qanaqa qo'shiqlar aytgan. Qolaversa, soyaman ortingdan ergashgan, yastık meni tünleri dertleşken, soyaman ortingdan ergashgan, yastık meni tünleri dertleşken, tishiyman o'ngingga almashgan, unutmak osonmas. Ahilda qalardi. Shularni hurmat qilib, vorislar deymiz. İnsonni duosini olgan ajoyib insonimiz bor. Bu ham o'zimizning Namanganda Yangioboddan marhamat. Omadbekka guldiroz qarsagilar bo'lsin. Omadjon, keling kejonim. Murizov, o'zlari ham o'xshaylar. Anjoning sog' bo'lsin. Keling kejonim. Oxirgi gamni joylar jannatda bo'lsin. Shu janozaga borganimizda ham, tug'ilgan kunlarda borganimizda ham doim shu yerda bo'lgansiz. Anjoning sog' bo'lsin. Bunaqa insonlar endi Sherali Jo'rayev, Kamol Rahim kabi insonlar yüzü bir asrda bir tug'iladi-da. Tanjoning sog' bo'lsin, ruhlari shod bo'lsin, omadingizni bersin. Shuning uchun ham omad. Marhamat. Bundan kelgan mehmonlar, mezbonlar, shu xonadonga xush kelibsizlar. Va Abdullo bizni qadrdon ukamiz bo'ladi. Ishlavanda san'atni yaxshi ko'radigan, qo'shiqni yaxshi ko'radigan ukalarimizdan mana bugun nasib qilib shu xonadonlarga keldik. O'tgan yil akalarimizga ham kelgan edik. To'y bolaga uzoq umr tilaymiz. Shu ota-onalari qanaqa niyat qilgan bo'lsa, shunaqa yigit bo'lsin. Eng kamida dadasiga o'xshagan ishlavanda yigit bo'lsin. Kelin-kuyovlarga baxt tilaymiz, baxtli bo'lsin. O'g'illi qizli bo'lsin, farzandlari o'zlariga o'xshagan chiroyli yigit qizlar bo'lsin. Mana shu xonadonga kelib hozir juda xursand bo'ldik. Mana ichkarida ustozimiz Tolibjon Zokirov o'tiribdi ekanlar, ko'rdik, ko'rishdik, xursand bo'ldik. Bu insonni hammalari yaxshi taniysizlar. Shu madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning birinchi ustozlari bo'ladi. Tolibjon aka Zokirov bizga ustoz sanaladi. Tanjirlari sog' bo'lsin. Qolaversa Farg'onadan mana Shahraxon singlimiz kelibdi. Biz ham Farg'onadan keldik, shu ukamizni bir tabriklab ketaylik deb endi bir 20 minut sabr qilib turasizlar. Bir 4 dona, 5 dona qo'shiq aytib beraman. Keyin yana o'yin kulgi davom etaveradi. Maylimi? Sog' bo'linglar, rahmat, omon bo'linglar. Yaxshi kunlarda kelib xizmat qilib nasib qilsin.
ko'rdim oxujon hayda sen hayda yashagim bor seni o'ylab